Assalomu alaykum do'stlar. Ahlan va sahlan. Sizlarga operator Bekani ajoyib yangiligi bor. Endi Makkada umraga kelgan do'stlarimiz uchun aynan soat gastitsasi hamma bilsa kerak 3-qavatida Abrach Avenue degan ushbu magazin bilan dogovor tuzdik. Qirg'iziston, O'zbekiston, Qozog'iston, Tojikiston, O'rta Osiyo kim shu videoni ko'rayotgan bo'lsa, kelsanglar sizlarga zo'r skidkalar qilib berishar ekan va boshqa yerlarga, uzoqlarga bormasdan mana haramda ibodat qilib chiqib bu yoqda lekin bemalol krossovkalarimiz. Misol uchun kirganimizda ko'zimiz obuvlarga tushdi. Bu yerda mushkoy, jenskiy obuvlarimiz. Bularda ham juda ham har xil aynan o'zimizda sotadigan juda ham chiroyli, sifatiga endi so'z yo'q. Haqiqatan juda ham sifatli obuvlarimiz bor. Hammamizga kerakli sumkalarimiz. Do'stlar, sumkalarimizni kichkinasidan tortib kattasigacha va har xil rasvetkalari va har xil funksiyalari bor sumkalarimizdan topsanglar bo'ladi. Bu tomonimizda esa, ya'ni telefonlarimiz, naushniklar, zaryadniklar, xullas nima istasanglar hammasi bor. Va hammamiz yaxshi ko'rgan al-fajr soatlari. Do'stlar, xohlasanglar ayollar uchun, xohlasanglar erkaklar uchun shunday go'zal soatlarimiz qaranglar. Haqiqatan sifatlik, toza va ayollarimiz uchun ham albatta tilla taqinchoqlarni yaxshi ko'rasizlar. Sizlar uchun ham zira deysizlarmi, sepishka deysizlarmi, hammasi muhayyo. Bu yoqlarimizda haqiqatan go'zal, chiroyli tanlov juda ham ko'p. Kelib tanlab va arzon baholarda xarid qilib ketsanglar bo'laveradi. Ayollar sovg'a salom olishni yaxshi ko'rasizlar. Barbekar ketishga yaqin kelib sovg'a salom olaman desanglar, mana tillalarimiz ashincha. Har xil dizaynlarda tillalarimiz ziralar, xohlasanglar kumush, xohlasanglar tilla taqinchoqlarimiz ham muhayyo. Ya'ni ochkilarimizga keladigan bo'lsak, turlari juda ham ko'p. Qaranglar, mana bunaqa ochkilarimiz, jenskiy, mushkoy ochkilarimiz ayollar uchun, erkaklar uchun juda ham chiroyli. Xohlasanglar kunga chiqqanda qorayari, salqinga kirganda oqaradigan ochkilarimiz, ya'ni yengilligini qaranglar. Bu sifatlari juda ham zo'r. Va bu tomonda esa yana sumkalarimizga keldik. Sumkamiz ham katta, kichkina har xillardan bor. Juda ham qulay, juda ham yengil. Sifatiga so'z yo'q. Endi bu yerda irg'itib olsam bo'lmaydi. Sifatiga so'z yo'q do'stlarim. Bu yoqda barsetka, ryukzaklarimiz bor ekan, mana ko'ryapsizlar. Bu tomonlarimizda obuvlarimiz, yana tilla taqinchoqlarimiz. Haqiqatan odam kirsa adashib qoladigan holatda. Tilla buyumlarimizdan qaranglar, 30% aksiyalarimiz ketyapti ekan. Aksiya kelinglar, ko'rib, olib aksiyamizdan foydalaninglar do'stlar. Va bu yoqda esa yana ayollarimiz uchun sumkalarimiz. Sumkani ham har xillaridan original soat gastitsasini ichidan olganman deb turib bemalol maqtanib yursangiz bo'laveradi do'stlarim. Sovg'a salom nima olib borsam ekan, yaqinimga, domlamga, ustozimga deganlar uchun Muhammad degan mana bunaqa naqshlik yozuvlarimiz, bu yoqda Alloh deb mana yozuvlarimiz turibdi. Mashalloh, qaranglar mana. Juda ham go'zal, juda ham chiroyli, qaranglar. Mana buni qaranglar. Bu Ka'bani eshigi aks ettirilgan narsa ekan. Mashalloh, qaranglar. Hattoki qanday qilib tayyorlash jarayonlarini ham suratga olib mana chiqarib qo'yishibdi. Kelinglar do'stlar, mashalloh. Mana bu jaynamozga e'tibor beringlar. Haqiqatan shunaqa chiroyli jaynamozda topsanglar bo'ladigan. Juda go'zal. Sovg'aga olsanglar, otanglarga, onanglarga olsanglar arziydigan mana jaynamozlarimiz va mashalloh, qaranglar. Do'stlar, buni qo'linglar bilan bir ushlab ko'rsanglar, taylariga machalkalar qo'yishib, haqiqatan juda ham sifatli sovg'a salomga olsanglar arziydigan jaynamozlarimiz inshaalloh. Xohlasanglar mana bunaqa upakovkalari bilan sizlarga tayyorlab berishar ekan. Albatta ketarga yaqin sovg'a salom uchun juda ham arziydigan sifatli tovarlarimiz bor. Bolajonlarimiz uchun mana suvenir, ya'ni o'yinchoqlar degan bo'laveradi. Saudiya Arabistonda o'zini ishlab chiqqan mahsulotlaridan, ya'ni tovarlari ham bor ekan. Ya'ni Shababuna degan ushbu joyimiz bu yerda ham aynan Arabiston, Saudiya Arabistoni o'zida ishlab chiqqan kiyim-kechak, ya'ni mahsulotlari mana. Ayollar uchun ekan. Har bir kelgan ayollarimiz hijoblarda olishadi. Hijoblarda ham juda ham ko'p turlaridan bor mana. Tabichkalarimiz bor ekan, bu yoqda o'zgacha bo'lgan ajoyib. Esdalik uchun ham olib qo'ysa arziydigan tovarlar ekan, qaranglar mana. Bu yoqlarimizda bor. Bu yoqimiz hijoblar. Mashalloh do'stlar, hijoblarda ichiga kirib qo'ygan. Kullu nisa. Habibi. Yalla. Bu juda ham katta magazin ekan, juda ham katta. To'g'risi ko'rib o'zim hali qachon tugataman deb o'ylanib yuribman. Inshaalloh kelasizlar o'zingizlar, xudo xolasa skidkalarimizdan foydalaninglar.
Kelib sizlarga har kelganimizni ko'rsatamiz. Biz shunaqa gaplashdik, inshaalloh har kelganimizda sizlarga reklama qilib, nima skidka, nima yangi tovarlar keldi, nimalar bor ko'rsatib o'tamiz do'stlar. Juda ham chiroyli tasbihlarimiz toshlardan bo'lgan. Sovg'a uchun shunday olasiz bo'ldi mana. Arzon va sifatli ham go'zal. Atirlarimiz, ya'ni parfumeriyamiz albatta bor. Bu bir tomonni ko'rsatyapman, juda ham ko'p joylarda bor ekan. Kuyovingiz ishdan kelguncha sepib kutib oladigan xushbo'y hidlik atirlarimiz inshaalloh va hammamiz yosh bolalarimizga o'yinchoqlar olib beramiz. Billa kelgan bo'lsa ham olib beramiz yoki uyda qolgan bo'lsa ham olib beramiz. Olgach boramiz. Mana bunaqa futbolistlar qaranglar. O, Ronaldo, Messi. Mana mashina deysizlarmi? Bu yerda dronlarimiz, o'yinchoq dronlarimiz. Mashalloh, juda ham ko'p. Mana bu yerda mana bunaqa o'yinchoqlarimiz, miyahki igrushkalarimiz, kinderlarimiz. Haqiqatan mana bunaqa sohati bor, atiri bor. Mana shunaqa sovg'a salomlarimiz ham bor ekan. Zamzam suvlarini quyib beradigan komplekt nabor. Mana bunaqa idishlarimizga 30% chegirma ketyapti ekan. Kelinglar, tug'anlar. Umraga kelganda o'sha soat Miyman xonasining 3-etajga chiqib, operator bek deb turib, shunda Instagramdan bizning akkauntni ko'rsatib turib, skidkasini olsangizlar ham bo'laveradi. Je bo'lmasam, biz videodan ko'rib keldik desangizlar, sizlarga so'min qilib, sizlarni rozi qilib jo'natadi. Hammamiz bilgan soat gastitsasi, ya'ni mana shu gastitsa haramdan chiqdinglar ibodat qilib. Chiqishinglarga ro'parada soat gastitsasi. Soat ichiga kirasizlar, mana glavniy eshikdan haram tomondan kirganinglarda xohlasanglar o'ng qo'ldan, ya'ni lestnitsamizdan chiqib kelsanglar ham bo'laveradi. P3 ga. Sizlarga men liftdan ko'rsataman. Liftdan juda ham oson. Glavniy eshikdan to'g'ri kirdim, hech yoqqa burilmadim va mana liftimiz bor. Shundan P3 ga chiqa olasizlar. Kelinglar. Liftdan tushdik. Abrach Avenue degan magazinimiz bo'ladi. Sizlarni hammanglarni ushbu Abrach Avenue magazinimizda kutib qolamiz. Do'stlarim, kelib behijolat kelaveringlar. Sizlar uchun eshigimiz ochiq, tovarlarimiz, skidkalarimiz ketyapti. Assalomu alaykum.